Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bizga bir hafta avval bir bemorimiz tashrif buyurgan allergik yo'tal bilan. Ular bizda bir hafta mobaynida statsionar rejimda yotib davolanishdi. Xudo xohlasa bu bolajonimizda o'zgarishlar yaxshi bo'ldi. Bolada deyarli yo'tallarimizdan umuman asorat ham qolmadi. Bolajonimiz deyarli tuzaldi. Ertaga bularni uylariga kuzatish arafalaridamiz. Bizda bu bolajonda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Hozir bu haqda o'z bolajonning onasidan ham eshitib bilishinglar mumkin. Kelinoyi bizga qachon keldinglar? 10-aprel kuni klinikaga keldik. Qizimda anchadan buyon yo'tal isitma holatlari kuzatildi. Ko'p lecheniya qildik, ko'p vrachlarga bordik, lekin ko'ngil to'ladigan darajada yaxshi bo'lmadi holati. Klinikaga keldik, sizga uchradik. 9 kundan buyon lecheniyalarni olib, yotoq holatida davolanyapmiz. Qizimning holati deyarli 100% darajada o'zgargan. Kechalari yo'tal bilan qiynalib, uyqusi ham yaxshi emas edi. Isitma bilan juda ham qiynalib, ishtahalari ham yaxshi bo'lmay qoluvdi. Davolandik. Kelinoyi bu bolajonimiz qachondan beri og'riyotdi? Qachondan beri bu yo'tallari bolajonni qiynayotdi? Qizimda 7-8 oydan beri shunaqa holat kuzatilib kelayotgan edi. Lekin hozir holati yaxshi. Ko'p vrachlarga olib bordik, ko'p lecheniyalar oldik. Lekin ko'nglimiz to'ladigan darajada o'zgarish sezmadik. Bolajon bizni statsionar rejimimizga qachon o'tdi? Necha kundan beri yotdinglar? Qanday o'zgarish bo'ldi? Yotgan kundan bugungacha bo'lgan o'zgarish sizni ko'nglingizni to'ldirdimi? Albatta ko'nglim to'ldi. 10-aprel kuni yotgan bo'lsak, bugun 9-kunimiz. To'g'ri boshida 2-3 kun holat yaxshilanguncha qiynaldi, kechqurunlari yo'talib, isitma holatlari bo'ldi. Lekin bugungi holatiga 100% o'zgardi. Isitma yo'q, yo'tal yo'q. Holati ancha yaxshi, ishtahaga kirdi bola. Boshida bizga kelguninglarcha bolajonning ishtahalari ham u darajada emas edi, to'g'ri? Hozir bolajonning ishtahalari ochilgan. To'g'ri. Yo'tallar deyarli umuman qolgan yo'q yo'tallar. Bolajonda Xudo xohlasa yaxshi o'zgarish bo'ldi. Bizni klinikamizdan, bizni statsionar rejimimizdan ko'nglingiz to'ldimi? Albatta. Bu uchun sizlarga rahmat aytamiz. Klinikadagi sharoitlar, hamshira opalar xizmatidan juda ham mamnunmiz. Rahmatimizni aytamiz. Keyin yana bizni bir savolimiz bor. Bu narsani ochiq aytishimiz kerak. Bu albatta obunachilarimiz uchun ham qiziq bu savol. Bizni klinikamizga yotganingizdan beri, ya'ni statsionar rejimga o'tganingizdan beri, qo'pol bo'lsa ham beraman bu savolni. Aptekaga necha pul sarfladingiz? Bir 700 mingga ham bormadi. Olgan ukol dorilarimiz, shu kungacha 10 kunlik lecheniyamiz bo'lgan bo'lsa 500-600 atrofida bo'ldi. Lekin shu kungacha sarflaganlarim bilmayman qancha bo'lib ketdi. Kelinoyi, bizda yana bir savol. Boshqa shunday bir farzandi allergik yo'tal bilan og'riyotgan ota-onalarimiz uchun ham bizni klinikamizni tavsiya qila olasizmi? Albatta tavsiya qilaman. Farzandida o'zgarish sezayotgan onalar albatta farzandini Agrofarm klinikasiga olib kelsin. Sizni lecheniyangiz bilan 100% garantiya bera olaman. Bolalarini sog'lom qilib olib chiqib ketishadi deb o'ylayman. Rahmat sizga. Agarda sizga videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bundan xursandmiz albatta. Agarda sizning farzandingizda ham shu va shu kabi har qanday bolajonlar kasalliklari bezovta qilayotgan bo'lsa, bizning klinikamizga bemalol tashrif buyurishingiz mumkin va bizga YouTube kanallarimizga va ijtimoiy tarmoqdagi kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang.